Muzaffar aka, bu qanaqa sinov laboratoriyasi hisoblanadi? Mazkur laboratoriyamizda qiyos simulyatori joylashtirilgan. Bu qiyos simulyatorimiz asosan chiqish parametrlarini o'lchash uchun xizmat qiladi. Bu quyosh panelini birinchi o'rinda maksimal quvvatini, simulyatsiyalangan quyosh nuri ostidagi volt amper xususiyatlarini, maksimal quvvatini hamda elektroluminesens tasvirini biza ko'rishimiz mumkin. Yana biz bu ushbu qurilmaga qo'shimcha kiritganmiz. Turli xil haroratlarda, ya'ni 15 gradusdan 80 gradusgacha bo'lgan harorat oralig'ida harorat kamerasi mavjud. Biz bu sistemani gibrid qilib taklif berganmiz. Gibrid sistema hisoblanadi. Bu aynan shu haroratlarda fotoelektrik modulni, ya'ni quyosh panelini harorat koeffitsiyentlarini bizga aniqlab beradi. Demak, biz laboratoriyani ishlarni amalga oshirishni boshlasak bo'ladi, to'g'rimi? Boshlasak bo'ladi. Hozirda quyosh panelini biz standart sharoitda o'rnatib oldik. Quyosh panelimiz mana kontaktlarni ulab olganmiz. Endi testlarni boshlasak bo'ladi. Demak, mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana quyosh paneli mana bu tomondan joylashtirildi. Bu bir tomonlama quyosh panellari, Haymo Xon quyosh panellari. Mana ko'rishimiz mumkin va bu yerdan nur tushadi. Shunaqa bo'ladimi, Muzaffar aka? Qanaqa holatda nur tushadi shunda? Albatta, bu yoqdan chaqnash bo'ladi. Bu standart holatda o'rnatilgan. 90 gradusda, buni harorati 25 gradus ta'minlab qo'yilgan. Endi biz bu jarayonda turli xil simulyatsiyalangan quyosh nuri ostida har xil radiatsiyaga ega bo'lgan nurlanish orqali ushbu panelimizni sinovini amalga oshiramiz. Hozirda bu mazkur sinovlarimiz biz bir vaqtning o'zida ikki turdagi sinovlarni bajarib turibmiz. Birinchisi bu maksimal quvvatini aniqlab olamiz quyosh panelingizni. Keyingi o'rinda bu maksimal quvvatini aniqlaganimizdan so'ng uni standart sharoitdagi volt amper xususiyatlari ko'rsatkichlarini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Panelda volt amper xususiyatlari hamda mana hozir bu yerga Haymo Xon 655 vatli quyosh paneli qo'yilgan va bu ham standart sharoitda chiqish parametrlari o'lchandi. Demak, mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana xarakteristikalarni ham ko'rishimiz mumkin. Volt amper xarakteristikalari hammasi ko'rinib turibdi. Demak, hozir bu yerda biz volt amper xarakteristikasini ko'rdik, maksimal chiqish quvvatini ko'rdik. Keyin yana nima ko'rishimiz mumkin bunda? Ushbu quyosh simulyatorida biz yana ko'rishimiz mumkin buni harorat koeffitsiyentlarini, elektroluminessensiya tasvirini va simulyatsiyalangan quyosh nuri ostidagi boshqa bir quvvatlarini tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nima demoqchiman? Quyosh nurini past holatida ham biz quyosh panelingizni qancha quvvatga egaligini tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda biz lumens ta'sirini ko'rsak bo'ladimi yo bu ekranda ko'rinadimi hozir? O'shani ko'rsatib bering, iloji bo'lsa. Bu ekranda ko'rishingiz mumkin, Islombek. Ushbu fotoelektrik modulni elektroluminessensiya tasvirini, bu elektroluminessensiya tasviri degani nima degani o'zi? Bu aynan ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan mayda uni ichki qismidagi yoriqlar yoki mayda treshinalarni va boshqa bir defektlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu qanaqa holatda bo'ladiki, qarang, mana hozirda o'rnatilgan modul bu juda ham 100% aniqlikdagi ko'rinib turgan modul hisoblanadi. Chunki buni hamma nuqtalari mana biz yaqinlashtirib ko'ryapmiz. Hozir yaqinlashtirib yana ham yaqinlashtirsak bo'ladi. Albatta, yana ham yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Mana tushunarli. Buni yana ham yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Bu yaqinlashtirilgan holatda mana ko'rib turibmiz hozir. Bunda agar biron bir defektlar, mayda yoriqlar bo'ladigan bo'lsa, bunda qorayish yoki aynan bir chiziqlar biz ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Muzaffar aka, ixtiyoriy mana sizlar ko'p panellar test o'tkazganingizda shunaqa bir qanaqadir bir mikro yoriq bo'lgan, ichida defekti bor bo'lgan panellarni bir natijasini ko'rsak bo'ladimi? Aynan biz qaysi quyosh panelligini aytmaymiz, faqat shunchaki o'sha odamlarga tushunarli bo'lish uchun ko'rsatish maqsadida. Albatta, qiyoslash maqsadida ko'rishingiz mumkin. Biz bir necha yillar mobaynida ishlagan panellarni degradatsiya ko'rsatkichlarini aniqlash uchun o'zimiz ilmiy faoliyatimizda qo'llab kelamiz va ulardan foydalanamiz. Aynan o'sha natijalarni men sizga birontasini ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Marhamat. Demak, hozir biz
ixtiyoriy shu boshqa shu EL testdan o'tgan quyosh panelini o'sha tasvirini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana ushbu ekranda ko'rib turibsizki, mikroyorliqlar mavjud bo'lgan quyosh paneli ko'rsatilgan. Bu siz bir-biri bilan qiyoslashingiz uchun men sizga ko'rsatib turibman. Mana bunda qoraygan nuqtalar mavjud hamda singan yacheykalar bor. Singan yacheykalarni siz ko'zingiz bilan ko'rib olishingiz mumkin emas. Buni albatta buni ko'rishingiz uchun elektroluminessensiya sinovi, elektroluminessensiya tasviri kerak bo'ladi. Demak, quyosh panellari ustida singan joyi bo'lmasa ham, bu ichida mikroyorliqlar bo'lishi mumkin. Demak, albatta. Shuni hisobiga EL testdan albatta quyosh panellari o'tkazish kerak, to'g'rimi? Albatta. Bu yillar davomida quyosh panellari ma'lum bir degradatsiya ko'rsatkichlariga ega. Yillar davomida qanaqadir mikroyorliqlar yoki qorayishlar, hotspotlar uchrab turadi. Aynan o'shani biz ko'rishimiz uchun bizga elektroluminessensiya sinovi kerak. Shunaqa ma'lumotni aytib o'tib, mikroyorliqlar qayerdan kelib chiqadi? Mikroyorliqlar transportirovka jarayonida noto'g'ri amalga oshirilishi yoki bo'lmasa quyosh panellari noto'g'ri saqlanishi yoki quyosh panellarini o'rnatish jarayonida noto'g'ri xizmat ko'rish, misol uchun quyosh panelining ustiga chiqib o'tirishi yoki ezilishi oyoq bilan yoki bo'lmasa biz bilamiz gohida quyosh panellari boshga qo'yib toshiladi. Shu joyda boshga tegib turgan joylarda mikroyorliqlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa quyosh panellarini o'sha ishlayotgan vaqtda qattiq qo'l bilan ezish orqali shunaqa ko'zga ko'rinmas mikroyorliqlar keltirib chiqarishimiz mumkin. Agar mikroyorliqlar qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p hotspotlar yuzaga keladi. Hotspot degani panelning qizishi. Xuddi shu mikroyorliq bo'lgan joylarda keskin qizish yuzaga keladi. Bu birinchidan panelni eskirishiga olib keladi. Ikkinchisi, qancha ko'proq panellarda mikroyorliqlar bo'ladigan bo'lsa, panellarni ishlab chiqarish generatsiyasini kamaytirib yuboradi. Shuning uchun ham quyosh panellarini albatta EL testdan o'tkazish kerak bo'ladi. Demak, biz keyingi testga o'tsak bo'ladi, shunaqami? Marhamat.